Biz o'tgan videolarda Python asoslarini ko'rib, o'rganib chiqdik. Endi ushbu o'rganganlarimizni birorta realroq loyiha yaratgan holda sinab ko'rishga harakat qilamiz. Bu loyihada hozirgi kungacha o'rgangan barcha sintakslarimizni va o'rgangan narsalarimizni qo'llab ko'ramiz. Loyiha sifatida xona boshqaruv dasturini tanladik. Mini library system bo'ladi. Xonada qanday kitoblar borligini ko'rsa bo'ladigan, yangi o'sha ro'yxatga, dasturga yangi kitoblar qo'shsa bo'ladigan, kerak bo'lmagan yoki endi kutubxonada mavjud bo'lmagan kitoblarni ro'yxatdan olib tashlasa bo'ladigan funksiyalarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, xonadagi barcha ma'lumotlarni, o'sha kitoblar haqidagi ma'lumotlarni bitta faylga saqlaymiz. Ya'ni dasturdan chiqib ketib, dasturni ishlatganimizda ham bizni kutubxonamizdagi ma'lumotlar o'sha dasturda haliyam turgan bo'ladi. Demak, loyihani boshlaymiz. Buning uchun avval bitta folder yaratib olamiz. Men buni kutubxona deb nomlayman. Bu loyiha faylimiz hisoblanadi. Uni Visual Studioda ochamiz. Endi asosiy Python kodlarimizni yozish uchun Python fayl yaratamiz. Men uni main deb nomlayman. Bundan tashqari, loyihaning oxirida dasturni ishlatib ko'rishimiz uchun bizga shu kitob nomlari va ularni avtorlari kabi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ularni keyinchalik qidirib yurmaslik uchun hozirdan testlash uchun yig'ib olamiz birinchi. Uning uchun men test.txt degan alohida fayl yarataman va hozir Google orqali avval kitoblar va ularning avtorlarini yig'ib olamiz. Hozir tuzadigan dasturimizga faqat kitoblarni va uni kim yozgan, ya'ni avtori kimligini kiritib, ularga o'sha ma'lumotlarga ishlov beradigan qilamiz. Ammo keyinchalik siz bemalol o'zingiz unga qo'shimcha ma'lumotlarni, misol uchun kitob haqidagi ma'lumotlarni yoki kitob qayerda joylashganligi haqidagi ma'lumotlarni yoki nechinchi yilda ishlab chiqarilgan kitoblar haqidagi ma'lumotlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda men o'zbek adabiyotlari deb qidirdim. Misol uchun quyidagi 4 tasini olaman. Mana ma'lumotlarni oldim. Bu yerda adabiyotlar nomi, ya'ni o'sha kitoblar nomi, bu yerda uning muallifi. Endi asosiy dasturimizni yozishni boshlaymiz. Birinchi navbatda bizga kitob klassi kerak bo'ladi. Buni class kal so'zi bilan yaratamiz va uni nomini book deb nomlaymiz. Endi dev init, bu yerda kitob nomini title, avtor nomini esa author deb yozamiz. Endi ularga obyekt sifatida murojaat qilish uchun self bilan birlashtirib tenglaymiz, ya'ni self klassimiz yana bitta metod qabul qiladi o'zida. Bu toString degan metod bo'ladi va unga self keladi. Ya'ni self degani bu title va auth'ni bemalol olib olishimiz mumkin degani. Shunchaki self.title yoki self.auth deb murojaat qilaveramiz. Metodimiz uni nimaligini tanib oladi. Return, bu metod quyidagicha natija qaytarishi kerak. Ya'ni self title birinchi, keyin o'rtada nuqta virgul belgisi bilan auth'ni qaytarish kerak. Bu agar tushunmagan bo'lsangiz, misol uchun kitob nomi qaytadi, kitob nomi bo'ladi, keyin nuqta virgul, keyin avtor nomi. Avtor nomi. Xuddi mana shunday ko'rinishda qaytadi. Bu klassimiz tayyor. Endi biz funksiyalarni yozishni boshlaymiz. Birinchi yozadigan funksiyamiz bu fayldan kitoblarni o'qish funksiyasi bo'ladi. Ya'ni fayldan
kitoblarni funksiyani o'zimiz bilgandek defcalc so'zi bilan boshlaymiz. Bu funksiya kitoblarni o'sha faylda yozilgan narsalarni read qilishi kerak bo'ladi. Unga load books deb nom beraman. U hech qanday parametr qabul qilmaydi, chunki uni vazifasi uni chaqirganimizda faqat read qilib olib, o'sha o'qiganlarni qaytarish kerak bo'ladi. Books degan o'zgaruvchi yarataman va bo'sh list yarataman. Ya'ni o'sha o'qilgan ma'lumotlarni hammasini bu listga saqlaymiz va bu listni qaytaradi u. Biz esa boshqa amallar, ya'ni kitob qo'shish kerak bo'lsa, shu listga qo'shamiz yoki kitob o'chirish kerak bo'lsa, shu listdan o'chiramiz. Xo'sh, davom etamiz unda. Endi siz bilishingiz kerak bo'lgan yana bir sintaksis Pythonda bu try except degan operatorlar bor, ya'ni quyidagicha yoziladi. Bu yerda kod bloki, so'ngra except yoziladi. So'ngra bu yerda yana nima xatolik berilishi kerak. Odatda print keladi. Endi try except tushuntiradigan bo'lsam, try ya'ni harakat qilish, o'zi ma'nosi inglizchada ham. Avval kod tryni ko'radi, ya'ni bu yerda biz istalgancha if else dan foydalanishimiz yoki funksiyalardan foydalanishimiz, oddiy kodlardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni kod bloki bor, qanaqadir vazifa bajaradigan kod bor. O'shani ishlatishga harakat qilib ko'radi. Agar o'shanda qandaydir sintaksis xatomi yoki umuman typelar bilan xato bo'ladimi yoki nimadir dastur ishlamay qolsa, nagruzka tushsa, xatolik qaytishi kerak bo'ladi. Bu xatolik qaytganda dasturimiz buzilishiga olib kelishi mumkin yoki qandaydir foydalanuvchiga noto'g'ri xabarlar, ya'ni xatolar haqida, errorlar haqida xabarlar yuborishi mumkin. Undan ko'ra biz uni try except orqali ushbu muammoni yengishimiz mumkin. Ya'ni bu kod bloki bajariladi. Agar biron xatolik qilsa, biz exceptda bergan narsa foydalanuvchiga jo'natiladi. Misol uchun xatolik yuz berdi degan tekst hozir qaytadi agar ushbu blok bajarilmasa. Biz ham ushbu yerda try dan foydalanamiz, ya'ni faylni o'qishga harakat qilib ko'ramiz. Agar fayl o'qish jarayonida nimadir xatolik yuz bersa, biz exceptda bergan javob qaytadi. Aks holda hech qanday xatolik bermasa, shu kodni o'zi ishlab turaveradi. Avval fayl degan o'zgaruvchi yaratamiz va boyagi faylimizni, ya'ni hozir fayl yaratamiz. O'sha faylni ichiga ma'lumotlarimizni saqlaymiz. O'sha faylni avval ochib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda u faylni books deb nomlayveraylik. books.txt formatda bo'ladi va uni read qilamiz. So'ngra lines degan yana bitta o'zgaruvchi yarataylikda. Endi faylni o'sha o'qib olishimiz kerak, ya'ni faylni o'qib olamiz. Buning uchun readlines degan funksiyasidan foydalanamiz. Bu har bir qator bo'yicha o'qiydi, ya'ni line bo'yicha o'sha qatorni ko'rib chiqadi. Keyin faylni endi yopishimiz kerak. Yopish esdan chiqmasligi kerak. Agar fayl yopish esdan chiqsa, bu xatolikka olib keladi yoki tushunarsiz narsalar chiqishiga olib keladi. Bu hozir ko'rgan fayldan o'qish metodimizni ham oldingi videolarda boshqacha usulda ko'rib chiqdik. Ya'ni mana bunday usulda viz yordamida open qilib ochib olib, keyin fayl nomini berib, misol uchun bu yerda ham books.txt virgul read as f tarzida ko'rib chiqdik, esinglarda bo'lsa. Oldingi videolarda fayldan quyidagi shaklda o'qish mumkinligini ko'rib chiqdik, ammo ushbu kod bilan bu kod bir xil va bir xil natija qaytaradi. Shunchaki biz bu kodda faylni close qilib o'zimiz yopyapmiz. Bu kodda esa viz menejeri o'zi faylni yopadi. Farq shunda. Shunchaki ikkala usulni ham bilishlaring uchun
loyiha davomida yangi narsalarni ko'rsatib ketyapman. Faylni ochib oldik, ya'ni o'qib oldik, ochib oldik. Endi undagi ma'lumotlarni diskga saqlashimiz kerak bo'ladi, ya'ni buksga saqlashimiz kerak. Buning uchun sikl aylantiramiz, chunki har bir qator bo'yicha yoziladi, ya'ni deyarli mana bunday yoziladi. Ko'rinishi faqat orasida bo'sh joy bo'lmaydi, nuqta virgul bo'ladi, bir-biriga qo'shilgan bo'ladi. Bu yerda sikl aylantiradigan bo'lsak, bu linesdan aylantirishimiz kerak, ya'ni har bir line bo'yicha bitta line qilib olgan. Linesdan aylantirishimiz kerak, ya'ni line deb nomlaymiz. In lines nuqta pastda data degan o'zgaruvchi yaratib, line nuqta split nuqta virgul bu qatorimiz data degan o'zgaruvchimizga o'sha linedagi bitta anuni oladi. Misol uchun mana bizni hozir datamizda, ya'ni book txtimizda qator avtorlar nomi va kitoblar nomi yozilgan bo'ladi. Misol uchun kitob nuqta virgul bo'ladi, keyin avtor bo'ladi, ya'ni muallif bo'ladi. Muallif nomi shunday ko'rinishda bo'ladi va ikkinchi kitob va uning muallifi xuddi shuni pastida bo'ladi, ya'ni yonida bo'lmaydi, pastida bo'ladi tekst fayli. Pastda bo'lish uchun Pythonda yana bir sintaksi bor, ya'ni bu teskari slash va in yozuvi yozilgan bo'lsa, demak keyingi qatordan yozilgan degan ma'noni anglatadi. Keyingi qatordan yozdiradi Python interpretatori. Shuning uchun bizda hozir qatorma-qator o'qish kerak, ya'ni har bir qatorni alohida olish uchun script ishlatiladi va undagi nuqta virgulni endi biz olib tashlashimiz kerak, ya'ni bizga alohida kitob va alohida muallif kerak foydalanishimiz uchun. Shuning uchun split funksiyasi yordamida nuqta virgul olib tashlanadi va bu quyidagicha holati keladi. Bu listga aylanadi. Misol uchun kitob, keyin muallif nomi keladi. Quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Data o'zgaruvchimiz. Endi shart beramiz, ya'ni if misol uchun datamizni uzunligi, datamiz misol uchun bu linesdan line olyapmiz, ya'ni lines juda ko'p qatorlar, ya'ni kitob muallifi nomi, kitob muallifi, kitob muallifi bo'lib ketgan va line har bir qatorga bir marta aylanishda har bir qatorga teng bo'ladi va har bir qatordan bir xil quyidagi vazifani bajaryapmiz, ya'ni uni quyidagicha ko'rinishga olib kelyapmiz. Va endi bizda xatolik bo'lmasligi uchun bu yerda tekshirib olamiz. Agar misol uchun ikkita elementdan iborat bo'lishi kerak, ya'ni 1, 2 o'sha datamiz. Shunda buni avtomatik tekshirish uchun len funksiyasidan foydalanamiz va datani berib yuboramiz. Endi uni qiymati 2 ga teng bo'lishi kerak, ya'ni ikkita elementi bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lsa, book degan yangi o'zgaruvchi yaratamizda uni book deb yaratgan klassimizga berib yuboramiz. Data 0, ya'ni biz listlar bilan ishlashda o'rganuvdik. Listlar elementlariga kvadrat qaus orqali murojaat qilish mumkin, ya'ni klassimizga birinchi elementni, ya'ni birinchi 0-indeksda turgan birinchi elementni, ya'ni kitob nomini, mana title'ni va ikkinchisida turgan elementni berib yuboryapmiz, ya'ni avtorni. Endi bu klassimizga bu quyidagicha ko'rinishda ketyapti. Kitob va muallif alohida bo'lib ketyapti. Uni ko'rinishini yana mana bu ko'rinishga keltiradi. Bu yerda qilingan eng katta ish esa nima uchun o'zi shu ko'rinishda bo'lsa faylda saqlangan narsa, ya'ni ma'lumot desangiz, boya tushuntirdim. Buni oxirida
/n degan yozuv bor. Bu /n qayerdan keldi desangiz, keyingi funksiyamiz, ya'ni qo'shish funksiyalarimizda bu /nni qo'yishga majbur bo'lamiz. O'sha yerdan keladi. Xo'sh, endi book qo'shilgandan keyin bu quyidagicha natija qaytaradi. Bu natija bookga saqlanadi. Endi biz books listimizga o'zimiz bilgan append, ya'ni element qo'shish, ya'ni mana bu listimizga element qo'shyapmiz, ya'ni bookni qo'shib yuboramiz. Unda yana bir ko'radigan bo'lsak, faylni ochib olyapmiz, ya'ni to'liq ma'lumotlarni o'qib olyapmiz ochib va har bir line bo'yicha o'qilyapti bu ma'lumotlar va har bir line'imiz, line degan o'zgaruvchi har bir line'ga tegishli bo'lib chiqyapti, ya'ni bir tenglashib chiqyapti. Keyin strip orqali har bir line'dagi /n olib tashlanyapti. Split orqali esa nuqta virgulga aylantirib mana bunday ko'rinishga hosil bo'lyapti. Va biz bu listligini bilamiz va listdagi elementlar ikkita bo'lishi kerak, shart beryapmiz, ya'ni xatolik bo'lmasligi uchun. Chunki bizni klassimiz ikkita parametr kutadi va qabul qila oladi. Va book degan o'zgaruvchi yaratyapmizda o'zimiz oldindan yaratgan book degan klassga bu datalarni beraveryapmiz, ya'ni kitob nomini va muallif nomini fayldan o'qigan holatda. Endi trydan keyin except ham yozib qo'yishimiz kerak. Except nuqta buni pass qilib qo'yamiz. Pass bu hech narsa bajarma, ya'ni xatolik yuzaga kelsa hech narsa shunchaki o'tib ketadi, hech narsa nam qiymat qaytaradi deb tushunsangiz ham bo'ladi. Yakunda biz funksiya yaratganmiz. Bularni barchasi load funksiyasi ichida bajarilyapti. Shuning uchun funksiya albatta oxirida qandaydir javob qaytarish kerak, ya'ni return qaytarish kerak. Return books deymiz, ya'ni quyidagi listni qaytarib olamiz. Bu yerda qilayotgan ishimiz fayldan barcha ma'lumotlarni o'qib olib turib, uni quyidagicha strukturaga keltirib, books degan listga saqlayapmiz va o'sha listni qaytarib yuboryapmiz. Endi fayldan kitoblarni o'qib bo'lganimizdan keyin faylga kitoblarni yozish funksiyasini ham yozamiz. Faylga yozish dev, buni save books deb nomlayman. Bu o'ziga books degan parametr qabul qiladi. Bunda ham boyagi kabi faylga murojaat qilishimiz kerak. Faylimizni boya books deb nomlagan ekanmiz uni ham. Endi bu safar write qilishimiz kerak, ya'ni yozishimiz kerak. Yozish uchun avval SQL aylantirib olamiz. For book endi file nuqta write desak, bundan bu stringga desak, keyin bunga boyagi aytgan /n'ni ham qo'shishimiz kerak. Shunda avtomatik txt faylda pastki qatordan yoziladi. Keyingi qo'shilgan, ya'ni keyingi yozmoqchi bo'lgan so'zimiz pastki qatordan yoziladi. Keyin faylni yopishimiz kerak. Fayl nuqta close. Shuning bilan bo'ldi, ya'ni nimadir bu yerga so'z kelsa, o'shani toString orqali, ya'ni mana toString funksiyamiz orqali yoziladi va o'shani oxiriga, ya'ni kelgan tekst oxiriga, misol uchun undan quyidagicha tekst keladi. Xo'sh, misol uchun mana bunday tekst keladi deylik. Mana bunday tekst kelsa, oxiriga n qo'shilgan holatda yoziladi.
Endi biz yana bitta funksiya yaratishimiz kerak. Bu ma'lumotni faylga yozish funksiyasi bo'ldi. Biz qachon yozamiz, ya'ni qachon foydalanamiz bu funksiyadan? Qachonki qo'shishni amalga oshirsak. Buning uchun esa qo'shish funksiyasini yaratishimiz kerak va o'sha funksiyani ichida save booksni, ya'ni saqlash funksiyasini ham ishlatamiz. Qo'shish kitobni deymiz. Kitobni xo'sh, endi bunga ham def add deylik. Add books deb qo'yaylikda. Keyin bunga ham bitta parametr keladi. Xo'sh, biz kitoblarni hozircha title va faqat house bilan qo'shyapmiz. Shuning uchun title qilamizda string bitta keladi, ya'ni str qabul qilamiz. Bu yerda input qabul qilishimiz kerak. Input deymizda inputni ichiga kitob nomi deb qo'yaylik, qisqa qilib. Kitob nomi, ya'ni shu qo'shmoqchi bo'lgan kitobingiz nomida. Keyin store deylik. Bu ham string bo'ladi. Input bunga muallif deb qo'yaylik shunchaki. Muallif nomi deymiz. Muallif deb qo'yaylik shunchaki. Endi biz kitob nomini va avtor nomini, ya'ni muallif nomini foydalanuvchidan so'rab oldik. U alohida ikkita o'zgaruvchida kelyapti. Endi uni ma'lum bir strukturaga, ko'rinishga, o'zimiz kerak ko'rinishga olib olish uchun book klassimizga berib yuborishimiz kerak. Ya'ni shu yozgan klassimizga u quyidagicha ko'rinishga olib kelishi kerak. Buning uchun yana book degan o'zgaruvchi yarataylik shu yerda. Keyin klassimizga murojaat qilamiz. Unga quyidagicha ham bersak bo'ladi. Misol uchun title. Buni ham oldingi darslarda ko'rib chiqdik. Ya'ni aynan qabul qiladigan parametr nomi bilan yozish, murojaat qilish. Ya'ni title author. Endi u ma'lum bir strukturada kelgandan keyin biz uni books degan listimizga qo'shishimiz kerak. Yani avval qo'shishimiz kerak. Append book check. Endi booksga append qilgandan keyin save books funksiyamizdan foydalanib uni faylga yozishimiz mumkin bo'ladi. Save books mana o'zi chiqyapti. Save books. Keyin buni, ya'ni booksni, shuni o'zi booksni, ya'ni mana uni. Xo'sh, endi shunda kitob qo'shiladi. Endi kitoblarni ko'rishimiz kerak biz. Buning uchun kitoblarni ko'rish deylik. Ko'rish. Buning uchun def deb yana bir funksiya yozishimiz kerak. Bu funksiyani nomini show books deb nomlaylik. Show books deylik. U show books ham booksni qabul qiladi. Ya'ni biz o'zi tanuvdan ma'lumotlar bazasidan foydalanyapmiz-ku. Books. Bu yerda endi bitta shart berib ketamiz. Ya'ni shunaqa holat ham bo'lishi mumkinki, ya'ni hali birinchi marta dasturimizni ishlatganda kitoblar bo'lmaydi. Ya'ni books bo'sh bo'ladi. Books listi bo'sh bo'ladi. O'shanday holatda xatolik kelib chiqmasligi uchun uni oldini olib qo'yishimiz kerak. Buning uchun if not books desak, ya'ni shart bersak, ya'ni books bo'lmasa, ya'ni bo'sh bo'lsa, non qiymat qaytaradi albatta o'sha payt. Bo'sh bo'lsa return yo'q. Returnni bo'sh beramizda, lekin undan oldin nimadir deb xabar ham beraylikda, bo'sh degan ma'noda. Ya'ni hali hech qanday kitob yo'q bu dasturda deganday.
print turib, bunday belgi qo'yaylikda, keyin xona bo'sh deylikchi, misol uchun. Bu xonada kitob yo'q deylik yoki. Kitob yo'q deylik. I mana Edbooksda ham nimadir ma'lumot beraylikda keyin oxirida. Misol uchun print deb turib, kitob muvaffaqiyatli qo'shildi deb qo'yamiz. Ya'ni biz kitob qo'shilganini bizga xabar qiladi. Dasturni bajargandan keyin nima bo'lsa, bu yerda returnni shunchaki bo'sh qoldiramiz. Shunda nam qiymat qaytaradida, shunchaki bo'sh qaytadi. Xo'sh, endi davom ettiradigan bo'lsak, agar kitob bo'lsa-chi? Agar kitob bo'lsa, ya'ni misol uchun bo'sh bo'lmasa, o'sha yoqda kitob bo'lsa, bu yerda endi tartib berish ham shart emas. Shunchaki avval ma'lum qilaylik. Shunchaki kitoblar ro'yxatini chiqarib qo'ysak bo'ladida bu yerda. Print qilamizda, bitta pastki qatordan chiqsin. Tekstdan keyin mana kitob belgisini ham qo'yib qo'yamizda. Kitoblar ro'yxati deb yozaylik. Kitoblar ro'yxati nuqta qo'yib qo'ysak, pastdan chiqadigan qilish kerak bo'ldi. Buning uchun cycle aylantiramiz. For raqamlar bilan chiqishi uchun indeks deymiz, ya'ni indekslari bilan chiqadi. Ya'ni bir raqami chiqadi, misol uchun, keyin kitob nomi, ikkinchi kitob nomi, uchinchi kitob nomi kabi. O'chirayotganda ham o'sha kitob raqami bilan o'chirishni amalga oshiramiz. Ancha oson bo'ladi shunda. Ikkita elementda, ya'ni ikkita itemsni olish uchun enumerate degan bizda funksiya bor edi, esinglarda bo'lsa, endi bunga booksni beramiz. Va enumerateda yana bir qo'shimcha parametr bor. Bu start degan parametr. Ya'ni start degan parametr, bu yerga 1 qo'ysak, esingizda bo'lsa, dasturlashda sanash, ya'ni indekslarni hisoblash 0, 1, 2, 3 bilan boshlanardi. Mana shu 0 dan emas, 1 dan startda boshlaydi. Ya'ni 1, 2, 3, 4 deb chiqaradida indekslarni shunda bizda. 1 dan sanay boshlaydi. Bunday qilsak. Xo'sh, keyin cycle aylandi. Endi shunchaki control ko'rinishda autor bilan title'ni chiqarsak bo'ldi. Print qilamiz. Bu yerda fstringdan foydalanamiz. O'zgaruvchini bildirish uchun manaqa qo'shtirnoq. Bu yerga indeks beraylik, ya'ni raqamini beraylik. 1, misol uchun birinchi kitob deganda raqam bilan chiqadi-ku. Keyin nuqta qo'yaylik, misol undan keyin ozgina joy tashlab, bu ya'ni kitobni nimasi kerak bizga? Title kerak. Birinchi kitobning nomi chiqsin. Keyin chiziqcha bilan ozgina joy tashlab, book author bo'ldi. Endi kitoblar ro'yxati chiqsin deganda title bilan autor chiqadi, sonlar bilan ro'yxat. Agar bo'lmasa, kitobxonda kitob yo'q deb chiqadi. Bo'ldi, ko'rsatish funksiyasi ketdi. Endi yana bir funksiya yozishimiz kerak. Bu kitoblarni o'chirish funksiyasi, ya'ni kitob o'chirish. Biz deb funksiya yozishni boshlaymiz. Bu funksiyamizni delete books deb nomlaylik. Book deb nomlasak ham bo'ladi buni. Ko'plikda nomlash shart emas. Bu ham o'ziga booksni qabul qiladi. Endi birinchi navbatda biz o'chirishimiz uchun to'liq kitoblar ro'yxatini ko'rib turishimiz kerak. Ya'ni delete book funksiyasini ishlatmoqchi bo'lganimizda bizga to'liq kitoblar ro'yxati chiqishi kerak va o'sha ro'yxatga qarab turib, o'sha kitobni raqamini tanlab, ya'ni nechinchi kitobni o'chirmoqchi, o'sha raqamni tanlab, o'sha kitobni o'chirishimiz kerak. Buning uchun avval kitoblar ro'yxati bizga chiqib turishi kerak. Kitoblar ro'yxati chiqib turadigan funksiyani esa tepada yozib qo'ydik.
Shuning uchun shunchaki shu funksiyani avval chaqirib olamiz. Ya'ni shu funksiya ishlaydi birinchi. Books qilamizda bunga booksni berib yuboramiz, kelgan booksni. Endi kitoblar ro'yxati endi bizda chiqib turibdi. Endi bunga ham boyagi kabi shart berish kerak, ya'ni not books bo'lsa, ya'ni kitoblar bo'lmasa return nom qaytaradi. Ya'ni dastur shu joyda tugaydi. Return yo'q, kitob yo'q deb qaytaradi. O'chirishni ham imkoni yo'q bu yoqda. Aks holda pastdagi kodga o'tib ketadi. Bu yerda birinchi bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Number degan, ya'ni shu o'chirmoqchi bo'lgan kitobimizni nomi keladi bu yoqqa. Int input unga o'chirmoqchi bo'lgan kitob raqamingiz deb qo'yay. Raqamingiz ni deylik, raqamingizni kiriting. O'chirmoqchi bo'lgan kitob raqamingizni kiriting degan tekst chiqadi. Keyin endi o'chirishimiz kerak. Xo'sh, buning uchun ham avval shart berishimiz kerak. Ya'ni chunki bizda bo'lmagan raqamlarni yoki qanaqadir harflarni kiritgan taqdirda dasturimiz o'shanday xatoliklarga tayyor bo'lishi kerak edi. Ya'ni bizda 10 ta kitob bor, foydalanuvchi misol uchun 46 raqamni kiritdi. Kitobni o'chirishning iloji yo'q. O'shanday holatda xatolik chiqadi. O'shanday xatoliklarni ham yechishimiz kerakda biz. Xo'sh, if misol uchun 1 dan boshlanadi raqamlar. 1 dan kichkina son, ya'ni 0 yozishi mumkin emas, umuman yoki manfiy sonlar. Endi number, ya'ni number 1 dan katta yoki 1 ga teng bo'lishi kerak va kichkina bo'lishi kerak. Bu nimadan? Ya'ni o'sha kitoblar ro'yxatimizga teng bo'lishi mumkin o'sha raqam. Ya'ni oxirgisini, misol 10 ta kitobimiz bo'lsa, 10-chisini ham o'chirishi mumkin bo'lishi kerak. Shuning uchun teng belgisini qo'yamiz va undan kichkina bo'lishi mumkin. Ya'ni undan katta bo'la olmaydi. Bizni bazamizda, ya'ni o'sha faylimizda nechta kitob borligini biz oldindan bila olmaymiz. Shuning uchun lendan foydalanib, uni nechtaligini bilib olamiz. Len books deb qo'yamiz. Unda nechta kitob bo'lsa, o'shanda maksimalni yozgandagini quyidagi o'shanga teng bo'lgancha maksimal yozgandagini chiqadi. Ya'ni bu shartni qoniqtirgandagini javob qaytishi mumkin bo'ladi. Tushundingiz deb o'ylayman. Ya'ni foydalanuvchi kiritadigan raqam 1 dan 1 ga teng bo'lishi mumkin, ammo undan kichkina bo'la olmaydi. Ya'ni birinchidagi kitobni o'chirishi mumkin. Va umumiy nechta kitob bo'lsa, o'shandan ortig'ini o'chira olmaydi. Ammo eng oxirgisini o'chira oladi. Yana bir o'zgaruvchi yaratamiz. Bu o'chirish uchun kerak bo'ladi. Remove deylik uni. Bu yog'i juda oson. Biz o'rgangan usul bilan amalga oshadi. Ya'ni o'sha listimizni olamiz va pop metodidan, funksiyasidan foydalanib turib, numberni o'chirib tashlaymiz. O'chadi, ammo bu holatda biroz logichniy muammo bor, ya'ni mantiqiy muammo bor hozir. Boya tushuntirganim, misol uchun kitoblarni sanaganda 1 dan boshlab sanab ket indeksini deb yozib ket deb printda chop etganmiz. Ya'ni 0-kitob deb chiqmaydi, 1-kitob, 2-kitob deb ro'yxat chiqadi. Bu yerda esa dastur indeks bo'yicha hisoblaydi, ya'ni undan bitta keyingisini o'chiradi hozirgi holatda. Ya'ni hozir tushuntiraman. Oddiyroq misol uchun hozir bizda kitoblar quyidagicha chiqadi. 1-kitob, misol uchun nuqta kitob, keyin muallif. Xuddi shunday ko'rinishda chiqadi ekranda ro'yxat. Misol pastda 2, 3. Ro'yxat shunday chiqishi uchun biz boshlanishini 1 dan boshla, ya'ni mana yoqqa 1 dan boshlab yoz deb indeksni start metodidan foydalangan edik tepada. Ammo dastur pastdagi vaziyatimizda esa dastur avvalgidek 0 dan hisoblaydi, ya'ni kitoblarni buni 0-kitob deb qabul qiladi, pastdagisini 1-kitob deb qabul qiladi. Misol uchun 1, 2, 3 kabi turgan bo'lsa, bu 0-elementda, bu 1, bu 2-indeksda turibdi. Biz agar numberni bersak, bu number foydalanuvchiga birinchi bo'lib ko'ringani, birinchi bo'lib turgani aslida 0-indeks. Ikkinchi bo'lib turgani esa 1-indeks, ya'ni bitta oldingisi. Bu muammoni hal qilish uchun
Agar foydalanuvchi birinchi kitobni o'chirmoqchi bo'lganda, biz 0-indeksni o'chirishimiz kerak. Buning uchun esa foydalanuvchi tanlagan sondan shunchaki 1 ni ayirib qo'yamiz bo'ldi. Shunda 1 ayriladi, bu 0 bo'ladi va birinchi kitob o'chadi. Agar u ikkinchi kitobni o'chirmoqchi bo'lsa, 2 yozadi. 2 yozadi. 2 dan 1 ayriladi, 1. Bu yerda misol uchun bu birinchi indeksda turibdi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Kerak bo'lmagan kitobni o'chirib tashlaganimizdan keyin qolgan barcha ma'lumotlarni, listni qayta faylga saqlashimiz kerak. Ya'ni o'chirilgandan keyingi listni qayta saqlashimiz kerak. Buning uchun boya yozgan save books funksiyamizdan foydalanamiz. Bunga qayta booksni berib yuboramiz. Endi kitob o'chirganligi haqida ham qandaydir xabar berishimiz kerak. Buning uchun print bildirishimiz kerak. Bunday qilamizda, keling bunday belgi qo'yamizda, keyin bunday qilamiz. Xo'p, bir qo'sh tirnoq ichida chiqsin. Kitob nomi. Bu yerda kitobni berishimiz kerak. Remove it. O'zgaruvchimizdan title'ni olamiz, ya'ni kitob nomi chiqadi. Va o'chirildi deylik. Ya'ni kitob nomi chiqadi va o'chirildi deydi. Misol o'tgan kunlar o'chirildi deb xabar chiqadi. Endi else beramiz. Ya'ni boshqa barcha holatlarda, ya'ni ushbu shart qanoatlantirilmaydigan boshqa barcha holatlarda boshqa so'z chiqishi kerak. Misol uchun bunga bundoq belgi qo'yaylik. Xo'sh, noto'g'ri raqam deymizmi yoki noto'g'ri ma'lumot deymizmi? Noto'g'ri raqam deylik. Noto'g'ri raqam deylikda, bunday qilib qo'yaylik, qandaydir xatoligini bildirib tursin. Endi ko'radigan bo'lsak, deyarli hamma funksiyani yozib bo'ldik. Bizga ma'lum bir strukturani beradigan klassimiz mavjud. O'qib olishimiz uchun loadbooks funksiyasi bor. Faylga kitoblarni yozish uchun savebooks bor. Bunda bitta oz qolib ketdi. Addbooks funksiyamiz bor bizni. Qo'shish uchun kitoblarni, kitobni ko'rish uchun showbooks, kitobni o'chirish uchun esa delete book bu. Endi ushbu yaratgan barcha funksiyalarimizdan foydalanadigan bitta asosiy main funksiya yaratishimiz kerak. U dasturda barcha funksiyalarni bir-biriga bog'lab turadi, ya'ni qaysi payt qaysini ishlatishni aytib turadigan funksiya bo'ladi. Buni bunday qilaylikda. Asosiy menu deyiladi buni. Menu deylik. Xo'p. Endi bu funksiyani yaratishni boshlaymiz. If main bu o'zi hech narsa qabul qilmaydi. Bu avtomatik birinchi booksni olib olishimiz kerak, ya'ni funksiyalarga berib olishimiz uchun. Bu booksni bo'lsa load booksdan olamiz. Ya'ni bu funksiyamizni birinchi ishlatib olamiz. Faylni o'qib oladi bu funksiya. Tepada yozganmiz. Nima books bo'lishi kerak. Xo'p. Endi dasturimizda shunday narsa bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun biz kitoblarni ko'rishni tanlaganimizda kitoblarni ko'rdik va dasturimiz kitoblarni ko'rgandan keyin yana shu joyiga kelishi kerak. Ya'ni bu yerda sikl aylanishi kerak. Ya'ni bitta vazifa bajarildi, dastur o'chib qolmasligi kerak yoki dasturdan chiqib qolmasligimiz kerakda. Har safar menyuga qaytishimiz kerak. Toki o'zimiz dasturdan chiqishni xohlamaguncha. Buning uchun sikl aylantiramiz va hozir while sikl operatoridan foydalanamiz. Ya'ni while true'ni ishlatamiz. Bu while true qilamizda ma'lumot berish dasturimizdan qanday foydalanish haqida yo'riqnomaga o'xshagan narsa qilishimiz kerak. Ya'ni bosh menyuni tuzishimiz kerak. Past qatordan, endi doim chiqqani uchun past qatordan chiqib tursin hozircha. Qilaylikda dasturimizning nomini yozaylik. Misol uchun kutubxona boshqaruv dasturi deylik. Kutubxona boshqaruv dasturi 1 2 3. Endi print qilaylikda nima vazifa bajarishini aytaylik. Misol uchun 1 ni bosganda kitob qo'shish deylik.
shuni bunday qilaylik. Kitob qo'shish. Endi shuni bunaqa operatsiya qilamanda. Asosiy menyumiz tayyor bo'ldi. Ya'ni kitoblarni qo'shishimiz mumkin, kitoblar ro'yxatini ko'rishimiz, qaysidir kerak bo'lmagan kitobni o'chirib tashlashimiz mumkin va dasturdan chiqish uchun to'rni bosish kerak bo'ladi. Endi biz birinchi input olishimiz kerak. Input kiritib, to'rttalasidan bittasini tanlash kerak dasturni ishlatgandan keyin. Misol uchun buni choice deb nomlaylik. Choice deb nomlaylikda. Misol uchun inputni hozir ikki xil ko'rinishda, mayli, int qilib olaylik. Int input xo'sh. Tanlang deylik. Tanlang deymizda, keyin bunday qilib turib, chiroyli qilib 1 bilan 4 gacha bo'lgan sonlar ichida tanlang deymiz. Xo'sh, endi shart beramiz. Qaysi payt qaysi funksiyani ishlatish uchun. Bizda tayyor funksiyalar bor. If choice teng 1 ga. Xo'sh, 1 ga teng bo'lganda kitob qo'shish kerak bo'lishi kerak. Bunda biz add books funksiyasidan foydalanamiz. Bunga booksni berib yuboramiz. Bo'ldi. Endi keyingi shart. Elif. Endi choice'imiz, foydalanuvchimiz kiritgan raqam 2 ga teng bo'lsa-chi. 2 ga teng bo'lsa, show booksdan foydalanamiz. Chunki kitoblar ro'yxati chiqishi kerak. Endi bunga ham booksni berib yuboramiz. Yana bitta elif. Agar choice teng bo'lsa, xo'sh, uchinchimizda kitobni o'chirish. Delete book. Bunga ham books. Xo'sh, keyin endi 4 ga teng bo'lishi kerak. Elif choice teng bo'lsa 4 ga. Endi shu joyda siklimiz tugashi kerak, ya'ni sikldan chiqib ketish kerak. Buning uchun oldindan biz o'rgangan break kuzatiladi. Ammo biz ketganimizni ham nimadir deb bildirib ketsak, chiroyliroq bo'ladi, ya'ni dasturdan chiqib ketganimizni. Buning uchun print deymizda mana bu belgini qo'yamiz. Keyin dastur yakunlandi deylik. Dastur yakunlandi. Bo'ldi, shunday. Endi shunaqa hodisa bo'lishi mumkin. Bu yerda ham, misol uchun, 4 dan tashqari 5 ni tanlashi yoki qanaqadir boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bunday holatda else qo'llaniladi. Else ga yana bir xabar beramiz. Print. Keyin mana bu belgini qo'yib, noto'g'ri tanlov deylik. Noto'g'ri tanlov. Xo'sh, endi bir ko'rib chiqsak, xo'sh, bu chiqadi. Tanlang bo'ladi. Bu int. Bir kelsa bir. Bu string bo'lsa else lekin. Xullas, biz hozir bitta joyda nisbatan xatoroq narsa qildik. Nisbatan xatoroq emas, xato keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan narsa qilamiz. Ya'ni bu yerda try exceptdan ham foydalanish kerak bir yo'li. Agar try exceptdan foydalanishni istamasak, mana bu yoqdagi type'ni int type'ni o'chirib, ularni string type'da qabul qilib olishimiz kerak. Sababi hozir misol int emas string kirsa bu yoqqa, bu else ishlamaydi, balki xatolik beradi. Ya'ni biz bu xatolikni bunday to'g'rilasak bo'ladi. Ya'ni string keladi bu yoqqa, 1 yozsa ham, 4 yozsa ham input string type'ida deb qabul qiladi uni. Bu yerda esa biz son yozganmiz, shunchaki buni bunday qilib qo'shtirnoq qolsak bo'ldi. Shunda 3, 2 raqamlarga dastur string
taypida qaraydi, ya'ni matn sifatida qaraydi va o'shani tenglashtiradi. Teng bo'lsa ishlayveradi. Bizda boshqa tayp bo'yicha xatoliklar yuzaga kelmaydi. Menimcha bo'ldi. Hozir endi asosiy main funksiyasini chaqiramiz, bo'ldi. Main funksiyasini chaqirganimizda umumiy dasturni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Hozir dasturni ishlatib ko'ramiz. Agar nimadir xatolik chiqsa to'g'rilaymiz, bo'lmasa hammasi ajoyib. Dastur ishlatishni ham ko'rib chiqdik. Ikki xil yo'li bor. Xohlasanglar bu yerdan run berishlaring mumkin. Xohlasanglar terminaldan kirib ishlatishlaring mumkin. Hozir dastur chiroyliroq ko'rinishi uchun men terminaldan kirib ishlatib ko'rsataman va ushbu Visual Studioning o'zini terminaldan emas, balki alohida terminalda ham qanday ishlatishni ko'rsatib beraman. O'sha faylimiz ichiga kiramiz. Bu yerda terminalni ochib olamiz. Bu Linux va Mac uchun ham ishlaydigan usul hisoblanadi. Terminalni kattalashtirib olaman. Mana. Endi Python deb yozamiz buyrug'ini va boyagi faylimizni ishlatishimiz kerak. Buning uchun main.py. Endi enterni bossam, dastur ishlashi kerak. Bizda xatolik bor ekan. Ya'ni nuqta vergul qolib ketibdi write qilayotganda. Xo'sh, write qilayotganda add books, save books. Vergul qolib ketibdi. Bu yerda bo'lmaydi. Endi dasturni qayta ishlataman. Dasturimiz ishladi. Ko'rib turganingizdek, mana xona boshqaruv dasturi, kitob qo'shish, kitoblar ro'yxati, kitob o'chirish, dasturdan chiqish. Ya'ni 1 ni bossang, 2 ni bossang, 3, 4, 5. Keyin tanlang deb turibdi 1 dan 4 gacha. Misol uchun birinchi barcha xislatlarni, ya'ni biz qo'ygan filtr shartlarini bajaryaptimi, yo'qmi ko'rish uchun kitoblar ro'yxatini ko'rmoqchiman. Hali kitob yaratganimiz yo'q. Shuning uchun kitoblar ro'yxati bo'lmasligi kerak. Misol uchun 2 ni bosaman. Quyidagicha javob chiqdi. Xonada kitob yo'q va e'tibor bergan bo'lsangiz, dastur to'xtab qolmadi shu joyda. Mana, yana davom etadi. Bu while true orqali amalga oshirilmoqda. Endi chetdan ishlatishni boshlaymiz. Kitob qo'shish. Kitob qo'shishga harakat qilamiz. Buning uchun 1 ni bosamiz. Kitob nomi. Endi kitob nomini biz boyagi test degan fayldan olamiz. Nusxalab olaman. Qo'yaman. Enter. Muallifi Gulxani. Enter. Kitob muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi 2 ni bosib ko'radigan bo'lsak, kitoblar ro'yxati chiqdi. Birinchi kitob Zarbul Masal Gulxani. Endi qolgan kitoblarni ham qo'shib ko'ramiz va o'shandan keyin boshqa funksiyalarni ham ishlatib ko'ramiz. Mana, endi kitoblar ro'yxatini qaytib ko'ramiz. 2 ni bosdim. Mana, kitoblar ro'yxati. Bitta. Endi birorta kitobni o'chirib ko'ramiz. Kitob. Uni o'chirish uchun 3 ni bosish kerak. 3 qo'l. Mana shuni aytdim-da boya, o'chirish uchun ham kitoblarni ko'rishimiz kerak-da biz. Misol uchun birinchi kitobni o'chiramiz yoki misol uchun ikkinchi kitobni o'chiraylik. O'chirmoqchi bo'lgan kitob raqamingizni kiriting. Men 2 ni kiritaman va enterni bosaman. Mana endi e'tibor bergan bo'lsanglar, quyidagi natija qaytdi. Mehrobdan chayon o'chirildi degan natija qaytdi. Dasturimiz ajoyib ishlamoqda. Endi chiqishini tekshirib ko'ramiz. Dasturdan chiqish uchun to'g'rini bosish kerak ekan. To'g'rini bosdik. Dastur yakunlandi degan xabar chiqdi va biz dasturdan chiqdik. Ko'rib turganingizdek, dasturimiz ajoyib ishlamoqda va e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda books yaratildi. Mana books degan fayl o'zi yaratildi. Bu yerdagi write funksiyasi agar fayl mavjud bo'lsa, o'sha faylni, ya'ni books.txt ni o'zimiz yaratganimizda o'sha faylni ichiga yozardi. Agar fayl mavjud bo'lmasa, ya'ni xuddi shunaqa nomdagi fayl mavjud bo'lmasa, u bu faylni yaratadi va uni ichiga yozadi. Shunaqa imkoniyatga ega. Shu bilan amaliyot dasturimiz to'liq yaratildi. Istasangiz o'zingiz ushbu dasturni yanada
mukammallashtirishingiz yoki qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin. Yozib sinab ko'ring. Misol uchun, title, avtor, misol uchun kitob haqida yoki kitob qaysi javonda nechinchi o'rinda turganligi haqida bu yerga obyektlar qo'shing. Funksiyalarga shunchaki qo'shimchalar qo'shib chiqsangiz yetarli bo'ladi. Yoki o'zingiz alohida qandaydir yana bir funksiya qo'shishingiz mumkin. Yoki sizlarga yana bir qiziqarli vazifa, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bunday terminal pastga tushib ketyapti. Ya'ni oldingi buyruqlar ham, oldingi narsalar ham ko'rinib turibdi. Pythonda OS kutubxonasi bor. Ya'ni operatsion tizimlar shunday terminallar bilan ishlaydigan. O'shandan foydalanib turib, mana bu har bir buyruq bajarilgandan keyin undan oldingi narsalar tozalansin. Ya'ni terminaldagi tepadagi narsalar tozalanib tursin. Menga faqat oxirgilari ko'rinib tursin. Ya'ni mana shu qism ko'rinsin, bo'ldi. Tepadagilari o'chib ketsin. O'shanday narsa qilsanglar ham bo'ladi.